Yoz juda ham go'zal fasl. Oldinda yozgi ta'tillarimiz bor. Bu quyosh yuzimizga juda ham qattiq kuchli stressdir. Bu kuchli quyoshdan yuzimizni qanday himoya qilamiz va hozirda hammamiz yuzimizni makiyaj qilib yurishni, bo'yanib yurishni juda ham yaxshi ko'ramiz. Ammo lekin bu quyosh yuzimizni qilgan makiyajimizni oqtirib yuboradi yoki yuzimiz yog'lanib ketadi. Juda ham g'alati bo'lib qoladi yuzlarimiz. Bu quyoshdan men sizlarga yuzinglarni qanaqa qilib to'g'ri himoya qilishni o'rgataman. Assalomu alaykum. Siz Koreya kosmetika sirlarini, yuz parvarish qilish haqida har xil ma'lumotlarni, life hacklarni aytib o'tadigan Komox.uz kanalidasiz. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi mavzuyimiz sizlar bilan jaziramali issiq yozda yuzimizni qanday parvarish qilamiz va qanday himoya qilish haqida gaplashamiz. Birinchi maslahat. Yozda issiq jaziramali kunlarda 40+ yuqori quyoshda yuzimizga makiyaj qilayotganimizda og'ir tonal kremlardan ko'ra yengil SPF'li tonal kremlarni tanlaganimiz ma'qul. Har xil BB'lar bor va ton berib turadigan SPF'lardan foydalansangiz ham bo'ladi. Bularning teksturasi yengil va hozirgi kunda juda ham zamonaviy bo'lib kelgan kushonlar, bularning ham teksturasi yengil. Bularning tarkibida ham tonalkasi bo'ladi, ham SPF bo'ladi. Yuzingizga yozib surayotganingizda juda qulay. Va jaziramali kunlarda qoshimizga juda ham qalin qop-qora qilib bo'yagandan ko'ra menga o'xshab fiksatordan foydalansangiz bo'ladi. Juda ham qulay va oqib ketmaydi. Va yuzimizga surayotgan lab bo'yoqlarimiz ham bleskdan foydalangandan ko'ra oddiygina tintadan foydalansak, bular kun davomida labimizda bo'yoq rangini saqlab turadi. Ikkinchi maslahat bu SPF. Quyoshdan himoya qilish. Yozda SPFsiz hech qayerga bormaymiz, hattoki chiqmaymiz. Bundan tashqari biz nafaqat ertalabki parvarishda, balki kun davomida SPFimizni ham yangilab turish haqida gapiramiz har doim. Yozda o'zimiz bilan birga sumkamizda olib yurishga juda ham qulay SPFlarni olganimiz yaxshi. Masalan, stiklar, bular juda ham kichkina, sumkamizga bemalol tushib ketadi. Yokida hozirgi chiqqan kushonlar, bular ham juda ham kichik va udobna bo'lgan, spreychalar. Bular sumkamizga juda ham qulayli holatda tushadi va makiyajimizni oqtirib olmaydi. Demak, makiyajimizni ham saqlab turadi. Spreylarimiz, stiklarimiz umuman ta'sir qilmaydi makiyajingizga. Va SPFdan albatta har 2 soat, 3 soat yangilab turganingiz bu sizni yuzingizni quyoshdan himoya qilib, har xil pigmentatsiyalarni oldini olib beradi. Keyingi maslahatimiz bu finish pudralar. Bu finish pudramiz hammaning sumkasida bo'lishi kerak bo'lgan narsa. Chunki bu juda ham ixchamgina va yuzimizni matlashtiruvchi kukun hisoblanadi. Buni hamma joyda o'zingiz bilan olib yurishingiz mumkin. Bu terimizga og'ir botmaydi, juda ham teksturasi yengil. 1 soniyaning o'zida yuzimizni matlashtirib beradi va yog'li porlashni yo'q qilib qo'yadi. Keyingi maslahat bu yuzimizni yangilab turuvchi mistlar. Jaziramali issiq kunlarda yuzimiz juda ham quyoshda qizarib ketadi yoki terlab ketamiz. O'shanda bizga birinchi yordam bu mist keladi. Yuzimizga sevib olsak, yuzimizni birpasda tinchlantiradi, qizarishlarni oldini olib beradi. Va bu yog'iga hammamiz yozda ochiq kiyim kiyishni yaxshi ko'ramiz. Ko'pchilikda badanlarda har xil toshmalar bo'ladi, komedonlar bo'ladi. O'shalarni oldini olish uchun va ularni davolash uchun bizning onlayn do'konimizda kislotali spreylar ham bor. Qo'shimcha maslahat va qo'shimcha yordamlar. Jaziramali issiq kunlarda ko'chadan charchab kelganimiz, yuzlarimiz quyoshdan juda ham charchaydi. O'shanda bizga birinchi yordam bu xolodilnik qilib qo'yilgan niqoblar va ko'z ostimizga patchlar. Bu yuzimizni tinchlantirib beradi va quyoshda yuzimiz kuygan bo'lsa, ularni davolashga yordam beradi. Va keyingi yana maslahatimiz bu yog'ga kunlarimiz issiq, hamma yoq chang, uni derazalar ochiq turadi. O'shaning uchun navbatchilarimizni, demak, yostiq jildlarimizni har 2-3 kunda almashtirib turish kerak va hattoki yuz ardagi sochiqlarimizni ham. Yozgi kosmetik ko'p bo'lishi shart emas, balki ozgina va sifatli bo'lgani ma'qul. Yana takrorlab o'taman. Demak, yozgi sumkangizda har doim bo'lishi kerak bo'lgan kosmetikalar, demak, qulaygina SPF stiklar, yuzimizni matlashtiruvchi mat finish powderlar va labimiz uchun tintlar va yuzimizni namlantirib turuvchi, yangilovchi har xil mistlar. Bular shu mahsulotlar bilan har doim o'zingizda olib yursangiz, yuzingiz juda ham yaxshi o'tadi. Yuzingizga hech qanaqa quyoshdan har xil quyosh omillari kelib tushmaydi, yuzingiz kuymaydi ham.
Agar videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing va bu videomiz bilan o'zingizga yaqin bo'lgan insonlar bilan ulashib qo'ying. Ular ham bu haqida ma'lumotlardan bilsin. Agar sizda bundan tashqari boshqa ma'lumotlar va faktlarni bilsangiz, yozda uni albatta kommentariyamizda qoldirishingiz mumkin va bizni onlayn hozirda ko'rsatgan hamma mahsulotimiz bizni onlayn do'konimizda bor. Bemalol kirib xarid qilishingiz mumkin va juda ham har xil SPF'larimiz bor. Eslatib o'taman, SPF'lar hattoki yosh bolalarga ham bor.